Assalomu alaykum. Yana bir partiya mollarimizni qabul qildik. Ko'ringlar. Bu hafta dasturxon, deytski, ayollarning ko'ylagi, ichki kiyimlar, oyoq kiyimlar ko'proq. Mana o'sha Gretsiyadan trendga chiqqan oyoq kiyim nihoyat oldik biz ham. Kargosi bilan birga $27 tushdi. Mana bu mashhur ekan. Bu ham xuddi shunaqa toshli bo'ladi. Ikki xil varianti bor. Buni lakroniy, zamishligi bor. Dasturxonlarimiz bor. O'sha obzor qilganim olishdi bundan ko'proq. Keyin shu detskini ko'ringlar. Ko'pchilik savol beryapti, detskidan boshlasam bo'ladimi? Kargosi qancha chiqadi? Mana shu narsa 6.24. Ya'ni 2 yoshgacha. Kargosini ko'ring. 700 gram chiqyapti. O'zini tan narxi $6 ga yaqin keladi, $23. Kargosi bilan birga hisoblasiz bo'ladi. Ko'ringlar. Shu mana bu trokani ko'rsataman sizga. Bu ham 2 kiloga yaqin, 2 donasini ko'rsataman sizga. Sheres 4 donasi 1,5 kilodan chiqadi. Troyka bo'ladi bu. Jensopka, ichida ko'ylagi, ustida nimchasi borligi hisobiga bular og'irroq chiqadi. Bular ham shunaqa 1 kilo, 1,5 kilo atrofida chiqib keladi. Ko'ring. Ro'mollarimiz bor. Ichki kiyimlar, nebula, naborli, to'yga o'zlari ehtiyojlari uchun oldilar. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Yetkazib beramiz.